Mudarris akademiyasida oldin o'qiganlarimdagi xatolarimni anglab yetdim. Ismim Sohiba, 57 yoshdaman. Vujubun, ajaba, yujibu, mujibun. Mudarris maktabining Instagramdan ko'rib, 7 yoshli nevaram, 5 yoshli nevaramni maktab bog'chasiga olib keldim va ustozlardan mudarris akademiyasi borligini bildim. 2 oydan buyon mudarris akademiyasida ta'lim olmoqdaman. Oldinda onlayn orqali ozgincha bilardim, arab harflarini tanirdim, lekin mahrojni chiqarishni bilmasdim. Mudarris akademiyasida oldin o'qiganlarimdagi xatolarimni anglab yetdim. Oldin onlayn tarzda ba'zi bir joylarda o'rganganman, lekin qoniqarli darajada emas edi. Bu yerga kelganimdan keyin xatolarimni anglab chiroyli o'qishga harakat qilyapman. Bizning guruhimizda mendan yoshi katta ayollar ham bor. Ular mendan ko'ra mahrojini chiroyli chiqarib bera oladi, chunki ustozni tushuntirishlari juda ham a'lo darajada va bilimi borligi uchun bizda o'sha 15 ta 16 ta talaba o'qiyotgan bo'lsak bu guruhda hozirgi kunda hammamiz o'tilayotgan harflarni mahrojidan, qayerdan qaysi harf chiqishi kerakligini bilib o'rganib kelmoqdamiz. Bizni yoshimizdagilar ham bemalol kelib bu yerda ta'lim olishlarini tavsiya qila olaman.